boshlang. Gapiray. Avvalambor assalomu alaykum. Bloger Mustafa Ahmadboy. Mana qaranglar, bugun bloger komandir askan. Shahar Sabzari kerakman bugun bayram. Xursandchilik jodiyona mana. Shahar Sabzari bugun Shahar Sabzari Toshkent shahar ham qo'yilgan mana. Anadolularga, kansarlarga xizmat ko'rsatiladigan ustaxona ochildi mana Arenter yo'nalish. Mana aylanma to'g'ridan kelinib Choyshanba bozorga boradigan yo'lga mana maishiy texnikalarga xizmat ko'rsatish kompaniyasi ochilibdi. Avvalambor tabriklaymiz. Doim shu Shahrisabz shahriga to'ylar bo'lsin, yaxshi kunlar bo'lsin. Shu nimaiki yaxshi niyatlar bo'lsa, shahardagi jo'ralarga, bizning shahardagi jo'ralar yaxshi niyatlar bo'lsa, niyatlarga yetkazsinlar deymiz. Bugun ochilish marosimiga qatnashganimdan xursandman. Mana ko'rib turibsizlar. Video kamerami, konditsionermi, xullas muzlatgich, haligi maishiy texnikalarga xizmat ko'rsatadigan sex ochilibdi. Mana Shahrisabz shahri Toshkent shahri hamkorligida mana do'stlarim, telefon raqamni yozib olinglar. Mana boqqa. Mana ko'rganingizdek, mana yozuvlarga gap mana xizmat ko'rsatilayotgan ichkariga kiramiz. Yana mana bu tomonga bak. Mana video kameraga ham mana xizmat mashina nimalarga xizmat ko'rsatilayotgan. Tabriklaymiz. Mana do'stlarim, ko'rib turibsizlar. Mana bunday mashinalarning kolonkasi bormi? Mana ko'rib turibsizlar, konditsioner. Mana bunday tarozilarga ham xizmat ko'rsatiladi. Ta'mirlab berishadi. Mana endi mana shu qurollari. Mana shu qurollar bilan ta'mirlab yangina qilib berishadi. Olib kelinglar. Kiradigan mashinalar bormi? Mana bunday kiradigan mashinalar bormi? Telesozlar bormi? Mana bunday qurollari bormi? Xullas, nimaiki ta'mirlanish kerak bo'lgan buyumlar bo'lsa olib kelinglar. Mana ventilyatorgacha hammasigacha do'stlar. Do'stlar, bu ta'mirlar berish nisbi aka. Ta'mirlar berishlar. Nisbi to'layman, kelibotdi. Nisbi ta'mirdan chiqqan ekan, nisbi to'layman aytinglar. Shu bir raqamga yarashadimi? Mana aytishlaricha mana bunday nimalarga ham hammon nimalarga xullas hamma maishiy texnikalarga xizmat ko'rsatilayotgan. Olib kelinglar, mana ko'rib turibsizlar konditsionerlar. Nima deymiz shu? Mana shu haligi maishiy texnikalarga xizmat ko'rsatiladigan sex ochilgan ekan. Bu sex Shahrisabz shahri bilan Toshkent shahri hamkorligi mana ko'rib turibmiz Kishmish restorani to'g'risiga mana ko'rib turibsizlar barcha nimalarga gap yo'q. Video kameragacha ta'mirlab berishi ekan. Bunlar mana gaz ballonlargacha nima deymiz? Suyga ishlovchi do'stlarga, ishchi do'stlarga uzoq umr baqut tilaymiz. Telefonsingiz ishlamaydimi yoki mana bunday kiradigan mashinani konditsioner, mana bunday apparatlarni xullas olib kelaveringlar. Ta'mirlab berishadi. Yo'llarda ixtiqsizlarmi? Ixtiqsizlarmi? Yo'llarda ixtiqsizlarmi? Ixtiqsizlar qo'yayotgan. Olib kelinglar, nima deymiz? Mana boqqa telesozlar bor ekan. Telesozgacha ta'mir. Nima deymiz? Aziz muxlislarim, mana bunday tarozi ishlamaydimi yoki gazlarni ishlab chiqqan olib kelinglar. Ta'mirlab berishadi, to'ylarga ishlatinglar, yaxshi kunlarga ishlatinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shaharga ochilgan maishiy texnikalarga xizmat ko'rsatish sexiga olib kelinglar. Mana sexiga gap yo'q, sog' bo'linglar. Bloger Mustafa Ahmadboy. Sog' bo'ling. Boshida